Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo-cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Şinjanning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq adamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatini bilish kerak. Qandaq deysa? Qaram, Nazifa markasidagi qochqichilar azam emasdi. sog'lomlikning muhim narsani bilmadim. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochqichilari. Yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'at qiling. Ular xushal bo'lsin. Ham sog'lom bo'lsin. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsa. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Hadi, yaxshi bo'lsanmi? Yaxshi. Moydan chiqsam g'ayri turibdi. Tavay. Ey balam nim qırdınız o Rana? Kechiring. Voy, nima ish qilyapsiz? Kechiring tava. Kechiring. Hech gap yo'q. Qo'lingiz ko'ymaganda? Yo'q. Ha, hech gap yo'q bolam. O'tiring. Ozroq qo'ydi ammo butun tugutibdi. Parvar. Sening yuzlaring ishib qolganda ko'rindi-ku. Tuniyanki achchiq yanmagan chiray. Ha, bolam. Tunugunki degan men bunday chaqchaq qilib qo'ygan gap. Ha. Mundaqlı tashlab qo'ygan bir tal toshmichu ko'lning yuzini chalg'ita olaydi. Hammam gap qistadimigan bilan. Tunugunki gap xafa bo'lib yurmay uka. Mard bo'laman-da. Qandoq qilaman? Men shu nomardkanman. Kechirgin. Degandan nashtada xafalik qilishmayli bo'ldi. Men shu shundoqkanman. Qandoq qilatdim? Voy hamma. Ha, nima? Voy hamma bo'ldi qila xopimig'ina. Xop bulayversanman nonni gelimizdan o'tmaydi ekan. Choyim o'tmaydi ekan. Voy sizlar qachon bir mening xapog'ini bilan hisoblashib baqqan? Bo'ldi. Ukam tunugun mendan o'tibdi. Haqiqatan mendan o'tibdi. Buningdan keyin unda xafa qilmayman. Ma'qulmi? Voy, endi men yaxshi ko'nglim bilan gap qilsam, voy shu shundoqmi voqiramsa? Voy mening ko'nglimga keldi-ekan. Shu. Amiz qanday qilsam ko'nglimni ola olaman endi. Voy bo'ldi. Tamoq yanglar? Ammo bu choy yana tuzli bo'lib qopti. Ishma amsa. Voy. Amma? Ammo. Bir gap qilmasang bo'lmamdi jasur. Shundaymi aka, nima qilading tuzliq deb? Yana xafa qilib qo'yding-da bolam. Tuzliq bo'lib qolgandan keyin tuzliq dedim shu. Dada, sen aytgan choy ichma. Sen bek tuzliq yesang salomatligingiz ziyonliq. Singlim, dadamga qaynoq suv chiqib berma. Akagina bu. Do'stog'a, men qaynoq suv chiqay, birdam saqlab turing, ha. Shundoqmi? Apangiz shundoq demda. Opamchu qiyirg'an sal ko'tkot bo'lib qopti. Balkim qiyirg'indan mijoz o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Tog'a, sen ko'nglingga olmay, opamga ko'proq ko'ngil bilib qo'ya. Bildim. Xotirjam bo'ling, ha? Voy, aka. Achchig'ing yanmabdi, ha? Voy, yaqay aka. Naqshanlab o'tladim. Meni kechirib ayt, ukam. Aka, kechirgudek nimasi var? Menga chin ko'nglimda xafa bo'lsan.
Xafa bo'lmagan bo'lsang bo'ldi. Xotirjam bo'ldim. Ha, Parvar. Kichik vaqtda naqsh etish qajab amraqding ha. Esingda bormi shu ishlar? Esimde bo'lmamdigan. Lekin u chaqlar kelmasga ketdi degina aka. Men mush oilamiz bo'yicha ashundaq faoliyatdan birini o'rinlashtiraymikin deyapman. Faoliyat? Bu faoliyatni boshdan oxir o'zing bosh qilgin. Oy, nima? Nim deysa? Dadam kelish shartini 6-sini bekitibdimi? Of, dadam yana bekor jo'p qopti-da. Ma'qul. Ayja. Hey, Sadet. 6 turdim ekan. Ko'rsatma bermamdika? Dadam o'zi kesh deydi-ki. Undaqda kesh deydi ko'rishaylik. Ma'qul acha, ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Kel qandoq qiziq ishlar bo'landi? Yen nim beyman arzudu ha? Jip zerikdim. Nima? Nima ishlayman? Tağamның do'konida-chu. Sizning shundoq arzuyingiz bordi-ku. Bu Najat tuyuqsiz bundoq deb qoldingiz-ku. Shu qarsam yaqindan beri tağamның salomatligi sal yaxshi emas. O'tgan bir qitim yiqilib ketdi-ku. Taxi kaltakü saqayib bo'lmabdi. Yana qarsam sal yerib qopdi tağam. Siz yordamlashing ha? Shundoqmi? Dadam? Qarang. Mush fursatdan foydalanib, tağamga yordamlashgach, texnikangizni taxim yaxshilab, keyinchida tağamning kasbiga varislik qilamiz taxi. Varis qilak nimasi bor? Bir so'qmoq do'koni o'sha. Qaysar aka, sizning burundan tortib tağamning kasbiga varislik qilish orzuyingiz bordi-ku. O'ylashib beqma ha? Kim ola? Buton ustiga ol. Ha. Qo'ysa ola. Yot. Hazır gibi. Olamaz. Aslında Çekilip çıkar. Çekilişmek kolay. Hazır mı Tülay? Başlat. Şu işte.
Tüydü mü yeni bağımlı? Yani bir neçe türlük tekşürüş var. Sebep çok oylap geldi. Avval umumiyizlik bir tekşürüş kılıp, anlamda bir nersi işimiz. Lekin bu yerden nasıl işleyenin pek yakşı oldu. Amsa ben meni yürey. Evet. Keşke ötüp görüşeydi. Bunu. Şuraya mesela çıkıp koy. Apamı niye ayıplayotganmidi? Kimde atsız? Ah, Cesur. Ben şu apam sizin ayıplayotganmidi deb ansirab kelgandim. Qandaq deysiz? Uyga qarsam apam yo'q. Men de sizning qishingiz ketgan o'xshaydi deb ansirab. Yaqin unda ish yo'q. Siz de hech mendan xafama. Xap bo'lsam qanday qilardim? Men xap bo'lsam mayli. Biroq men boshqalarning sizning xap bo'lishini xohlamayman-da. Dadamning qiyshiq bahorda men bilan ko'rishmay qaytibsiz. Shuncha bo'lsam kam bo'lsin. Kechiring. Menni izlayman sizni. Menni telefon qilaman. Siz-chi parvom qilmaysiz. Bir kun kechkish boshqa ishlarga boshqa turib, xiyolingizdan ko'p chiqmayverasiz. Xafama bo'ldi. Yaqin yasal aldirash o'qib korim bo'lamidi. Xafama. Pek esdas, o'sha yo'lim siz. Tövbe qilay. Sara. Qishda kulib tursin shunda chiroy qo'rqitsa ekansiz. Mana hozir. Erna, siz dadamligini bag'ishtiramsiz. Birdan saqlab turay bilib qaytmamdi. Siz kech qoldigan o'xshayman. Yapamiz ishxonamga kirib turamiz ya. Bo'lsa. Amis men uyga berib tamoq etib sizni saqlab turay. Hamma. Chiroy. Hoş geldin. İşten chiqdingiz? Sizchi ishingiz kelib qoldimi? Ha. Bilmamdoq. Bo'ldi, sizni avar qilmay. Dadam bugun kelish turini e'lon qildi. Shunga meni saqlab o'ltirdi. Baldiroq baray. Yana nima kelishim kerak u? Bilmadim. Dadam yana nimalarni o'ylab chiqdi ekan. Jur'im sizlar bilasan bo'ldi. Bo'ldi, dadam sizni ko'rib endi tarbiya qilg'iz kelib ketmisin. Dadangizning tarbiyasini anglamag'ili xil bo'lib qoldi. Seg'inibmi qoldim. Bo'ldi, tarbiyani buguncha men olay. Bo'pti. Ma'qul. Yo'l diqqat qilinamiz-a? Kechiring, men uyni chiqayotgandim. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a.
Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Vətən erkin çıxırdı. Vay neminang? Kirnan. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Qaysar bo'lasiz? Mana keldim. Rana yo'qmi? Rana boy chiqargan-ti. Aka, Ranadan boshqa hammamiz taqib o'tdik. Ha, amsi boshlayli. Hozir Parvar hammanglar menga vakolatan sizlar bilan bo'lgan kelishimnomamning 6-turini e'lon qildi. Parvar. Ma'qul. Ams diqqatinglar menda bo'lsin. Menchu akamga vakolatan xislat, jasur, qaysar. Sizlar bilan akam o'tirishga 6-qitimliq kelishimnomining turlarini sizlarga jakalayman. Voy amma, naqyapnal degina. Ras, ammo yana biz sizlarga pul bergan shart emas-ku, ha? Yo'q, bular bergan shart. Parvar. Bu qitimqi 6-turdagi kelishimnomining mazmuni bo'lsa, sizlar har bu kelishimnomining Bir qitim bosib bo'lmam deyman. Esilikka boqam. Shu. Nima? Yaxshimisiz? Sapamda. Shunga. Ochamiz direktorcha. Nima? Direktor. Acha. Direktor. Nima? Qaysi direktor? Kim o direktor degan? Shu bizning direktor boshliq shu. Ko'pchilik, qanday qilamiz? Silik taklif qilamiz-ku, bo'lmasa salat tuymas to'g'lamdi. Taklif qilamdiq yoki qaytarib yutib turamdiq. Buning xislat o'zi bir nima desin? Sen saqlab turma. Saqlamdiq ya. Saqlaymiz. Saqlaydi ekanmiz. Saqladik. Buncha kech gapsiz turashingiz bormi? Boshqa ish yo'q. Sizni ko'ngil kelgan. Juma. Voy, nega? Bu yerga kelgan dadamizlar ko'rishib qo'yaman. Uy kiramsan? Voy, to'chiqchoq qilmagan direktor undoq qilsiz. Bo'lmamda. Bizdan oldirash uyda oila yig'ini cho'tatdik. Oila yig'ini? Undoqda texim kirib. Voy, to'g'ri chiqchoq qilmagan. Nima bo'ldi? Qaysi salayt bilan kirib qolibsiz? Kuyovlik salohiyati bilan kirsam bo'lar. Pulni ham chaqchiqaz beklam eshib ketdi. O'zimizning gapga kelaylik. Siz Shanxay barlashini deb menga demaysiz. Men shuncha ishansizmi? Unda emas. Ya Shanxay barlashini tanlang ya meni tanlang. Boshqa astoydil ma'lum qil. Mush kechida mushni deyilganmidingiz? Ati desak bo'ladi-ku. Kechish qanday uxlaymaydi deysak, bugun deyishitili bu gapni. Undaqda qahvaxonaga kirib qahva ishga saqlab turing. Men oila yig'inidan chiqib qilishingizga baray. Navoda oldirsangiz ketaversangiz bo'ldi. Bo'ldi. Men qahvaxonada siz kayit saqlab turing. Ishat ko'rishaylik. Bo'l kirishdi. Qachon bir palmamni qilamidimi? Qahvaxonada ishlayman.
Direktorun ketdimi? Ha, ketdi. Mush kechida kelib to'xtamay qo'ng'iroq basqidek jiddiy ishi bormi-ki? Qani, Parvar. Ha, yig'inimizni biz davomlashtirdik, ha? Shu yig'inning kun tartibi bo'yicha akamning 6-chi qitimliq kelishim nomasining mazmunini men e'lon qilaman. Bu kelishim nomining mazmuni bo'lsa, bu qitim biz hammamiz oila bo'yicha naqsh aytish musobaqasi o'tkazamiz. Nima? Naqsh musobaqasi? Naqsh musobaqasi? Uni o'tkazib nech qilamiz? Naqsh musobaqasi o'tkazib shu naqsh musobaqasi o'tkazamiz. Birga o'ynaymiz, birga kulamiz. Voy-ya, bu nima ishkin debdiman? Naqsh aytishmidi? Voy, uning nima qiziq bo'lsin? Ish qilib, uchanlar sahnaga chiqib biz uchun naqsh aytib bersizlar. Nima? Voyjon, amni qilmagan shu ish qoldimi dada, jepkansa. Voy, sahnaga chiqib naqsh ayt deb qo'ygan. Biz ya naqshchi olmasak, nadik sahnaga chiqib naqsh aytamiz dada. Naqshchi olmasak, naqsh aytmamdoq. Sahna degan jiq. Sahna tepishni sizlarga topshirma. Ha, bir oila kishilari bir yerga jam bo'lib, naqsh aytib, usul o'ynab, ko'nglashsak, nari yomon. Men texi Parvar bilan ikkimiz naqsh aytmizmi-ki deb o'ylayapman. Nimanda yaxshi, shinaqlayli dada. Yaxshi. Tağa, opam naqsh aytam damsa? Aytidi. Mo'minmi aytidi? Voyey. Voyey. Voyey deb ketdingizga balam. Nimaga voyey? Qonunda yosh bolalar o'ynasin, cho'nglar o'ynamasin deb yezibdimi? Bizmi yosh bo'lib baqqan? Men yosh vaqtimda xalqlarning ko'zidan o't chiqarib o'tdim. Dada, esqimidingmi? U vaqtlaring kemas ketdi. Shundaymi? Ish qilib, men orzuyimni o'tirg'a qo'ydim. O'rinlash-o'rinlamaslik sizlarning ixtiyoringlar. Agar pul ketsa, mana men bor. Yig'in mishagichi bo'lsin. Parvar. Ha, amschu yig'in bugun mishad oxirlashdi. Jon, voy dada. Dada. Bu Dadam nimanda yaxshi? Albatta. Toqqanlashmagan. Dadam nim bo'lganda? Nimanda tuyuqsiz ne? Bimen arzulan deb. Dadam saqtu ha? Shundaymi? Tog'amning bu nim qilgandi? Balkim naqsh aytib kelib qolgandi. Shu. naqshisi kelib qolgandi. Ey, mushimi arzu bo'ldimi? Nimandoq? Nimda jiq kelib qilsa, ma'qulsan tugimidimi? Uy. Jasur, sen de o'zgarish bekchongo. Ejbosa Raslan, sahnaga chiqmoqchi etamsa? Boshqa amaling bormi? Biz uchimiz cho'qim dadam deganni qilishimiz kerak. Shu chaqdam arizam to'laydigan haq yo'q bo'ladi, tushundingmi? Aka, demak ku oson. Lekin naqsh etish emas, biroq etim bir qilishib boqmagan bo'lsam men. Qanday qilmaysan, bir amal qilamiz. Dadam o'z amal tepinglar dedi-ku, shundaymi? Amsa shundoq bo'lsin edi. Ajab buldum vay, ajab buldum ey. Yenge, akam to'g'ri xato qildimi ya? Shundaymi? Bu Jasur bugun g'alati bo'lib qopti-ku. Shunday yaxshi. Voy, yaxshi deb qo'ying. Yaxshi gapkan? Yaxshi barak. Dada, ahvoling yaxshimi? Yaxshi, mana qarmamsa, yaxshi tug'andim. Hayot tigalikka doktorxona bir qatim borgan. Hamma o'rlashtirib qo'ydim. Agar bormasam, men va'dam turmayman. Hammalarga davitim. Sizni qaytadan davo qilasiz. Nimanda qildigansa balam. Bas, kela, qon bosimini bir o'lchab qo'y. Ma'qul.
Normalki. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apa, men keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'gi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur to'gi suti atgan chayi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Gülüm qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun parashugi vatib erkin chiqaradi. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalık sopun parashugi. Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilindin tapalmasın cay Cilger gülnün tikini bürge Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay Cilger gülnün tikini bürge Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay Kısmetler hemmigen okşaşta kiyin Özgermez hakikat hayat ve hamur Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmigen o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol Kısmetler hemmigen o'xshashda qiyin O'zgarmas haqiqat hayot va hamon Qalbimda mamnunlik bulsun barchaga Hech kimga e'tibor qilmagan hayot Kısmetler hemmigen o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol